Şık kaldı. Kuşanlığım içimde patlayıvatıdı dese. Kızım, toyluk keş tikvatamsız? Apa. Ha, Emican'dan haber var mı? Ha? Yok. Hey, toyunun vakti bağansır yıkılışıvatıdı. Neler yürüydü kandı. Uzadı. Negi ketkendi. Ha, kızım? Apa. O mağlıgan çağda dostlarım bilen sırtlarda azırak bolsunu soğudu kılıp köprek pul tepip toyumuzda dağdığılık yaxşırak kılaydı degendi. Gapni chiroyli qilgan bilan ketgilimi 3 oy bo'ldi. To'yning vaqtig'imi oz qoldi. Hozirgacha qarsim ko'rinmasa, ajiba o boshqa birasi bilan tepishmaganmi? Apa. Men onunla işinimen. Biz kichigimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Muhabbatlashgili 3 yildan oshdi. Onun bana bo'lgan sadoqatiga ishonman. Ay, ishondim, ishonaman. Mening ahmoq qizim. Ha, bo'ldi, siz kechtingizda tikavering. Men sodilg'inni qilib kelay. Ay. Kim? Feride sevimligim. Emincan. Ahir qaytib keldingiz. Sizni bek sevgindim. Emincan. İmandık bulup oldunuz. Siz zade nege verip nemişlan kıldınız? Ben dostlarım bilen yirak bir joyga bordim. Biz Allah'ın elçisi bilen görüşdük. O bizden ulug' ishlarni qilishni talab qildi. Aşı ulug' ishlar üçün menden ayrılgan 3 aydan buyan xat xabarınız mı bo'lmadi? Acaba meni unutup ketdingizmi? Ya qadrligim, sizni qanday unutay? Sizni har doim eslab turdim. Undaqda biz ati to'y xita qilib boraylik. Qadrligim, men siz bilan to'y ishimizni maslahatlashaylik deb kelgan. Biz to'y xita olmaylik. Nima? To'y xita olmay qilgan to'y qonunsiz to'y bo'ladi. Yo'q. Nikoh o'qisaqlar to'yimiz inovatli bo'ladi. To'yimizni naqsh etib, usul o'ynab mashrab qildirgan ishlarni qilmaylik. Men sizning to'yimizda yuz ko'zingizni o'rab, uzun kiyim kiyib, mening ayolim bo'lishingizni umid qilaman. Nima? Emincan, siz meni qor qaltiq solib qo'ymoqchimi? Acaba men chiroyli emasmi? Boshqalar meni ko'z bo'lmam degan. Siz 3 aydan bo'yin zaten nemişlarni qildingiz? Siz o'zgarib ketibsiz. Chudoq, men o'zgardim. Ko'nglimda yuksak e'tiqod paydo bo'ldi. Ulug' g'oya tiklidim. Men Alloh yo'lida ashu g'ayri dinliklarga qarshi g'azot qilaman. G'azot qilaman. Siz zo'ravonlik, terrorlik harakatlar qatnashmoqchimi? Farida, siz qo'rqmang. Biz jannatga kiramiz. Jo'yliman. Sizning qilmoqchi bo'lganingiz ig'ir jinoyat. Jiningizni septasingizni jannatga kirolmaysiz. Men o'lsam, g'azot yo'lida shahid bo'laman. Ruhim jannatga kiradi. U yerda sut qaymoq oqadigan daryo. Daryo qirg'oqlarda oltin kumush va nozik ne'matlar bor ekan. Sizni jannatga olib kirish uchun men g'azot qilaman. Qarab turing. Yo'q, Eminjon, sarang bo'ldingizmi? Asabiy tashkilotlar targ'ib qilayotgan atalmish g'azot yo'lida shahid bo'lganlar jannatga kirdi degan odam aldaydigan sapsatda. Ko'pchilikni o'zlarining qotillik quroliga aylantirishdagi vositasi. Siz haqiqatan qaymoqsiz. Kim sizni shu qadar nodon va qo'rqinchli qilibdi? Eminjon. Rayhada, to'xtab turing. Rayhada. Oy, Yaxshichi, biror ishingiz bormidi? Opam qaytib keldi. Yo'q, yana bir odam ekan. Farida, boya mening og'zimdan chiqqan gaplarni boshqalarga deyishga bo'lmaydi. Deb so'zingiz yaxshi kun ko'rmaysiz. Men ishkirga kirib, o'kilib turay. Ma'qul. Yaxshichi, qani uyga kiring. Farida, yongtag'im keldi. Choy damla qizim. Ma'qul. Yaxshichi, qani o'tiring. Ha. Yantaga choy iching. Yaxshichi, meni bir ish bilan izlab kelganmidingiz? Shundoq. Yaqinqi yillardan buyon Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyoti nihoyat tez bo'lib, ommaning turmushida zo'r o'zgarishlar borliq keldi. Lekin bo'lgunchi unsurlar tanbamasdan texmi g'aljirlashyotdi. Terrorlik qarshi turish vaziyatidan qarg'ulashga xushallanib kelsak bo'lmaydi. Chegara ichki sirtidagi ba'zi chekitdan chiqqan asabiy kuchlar va zo'ravon terrorchilar o'zaro til biriktirib, bir qator terrorlik voqealarini paydo qildi. Har millat omasining hayoti va mol-mulkining bexatarligiga bevosita tahdid soldi. Shundoq, bu zo'ravon terrorchilar odam o'ldirib, o't qo'yib, parokandichilik soldi-da. Asabiy tashkilotlar yana internet tori, qonunsiz nashr buyumlari, uyushim buyumlari orqali milliy bo'lginchilik ideyalarini tarqatib, yoshlarni jinoyat yo'liga boshlab o'tirdi. Haqiqatan qo'rqinchli ekan. Hozirgi turmushimiz nima degan yaxshi, lekin ular bizni xotirjam turmush kechirgil qo'ymayapti. Rayhada, siz peshqadam partiya a'zosi.
Amma arasida belgili ta'sir kuchingiz bor. Siz menga moslashib, ommaviy xizmatni yaxshi ishlashingizni, ommani qonun intizomga rioya qiladigan yaxshi fuqarolardan bo'lishga yetishingizni umid qilaman. Xotirjam bo'ling, Yanshuji. Men ommaviy xizmatni kuchimning yetishicha cho'qim yaxshi ishlayman. Yantaga, sizningcha yaxshi kishilarni o'zgarib ketamdi. Shundoq. Asabiy tashkilotlar asabiy ideyn tarqitib, turli vositalardan foydalanib, ko'rgan onglig'ini oz yoshlarni o'ziga tortish usulini qo'llandi. Farida, siz kommunistik yoshlar ittifoqi a'zosi. Yoshlar xizmatini yaxshi ishlab, asabiy unsurlarga qarshi tig'mitiq kurash qilishingiz kerak. Tushundim, Yantaga. Ey dinsiz kafir! Sen ulug' Allah Teala'ga hakaret kılarsın. Seni öldürüvetimem! Sen ne kılmakçı? Beni koyuver! Seni öldürüvetimem! Emincan! Emincan, bu diye cinayet bilemsiz! Beni koyuver! Kurbanla cezası Beni koyuvetim! Emincan, kulağınızda öldürüvetimem! Bu kafir! Biz Müslümanların karşı keteni kılavatın o! O Müslümanların düşmeni! Onu öldürmetimem! Öldürmetimem! Siz sana otsuz! Ben sizge cinem çıkıp koydum! Emincan, ben sizden Yanshujiga pichoq ko'tirishingizini o'ylabmi boqmabdikanman. Siz aljibsiz. O bizning dushmanimiz emas, o bizning shafoatchimiz. O sizning hayotingizni qutqizib qolgan odam tursa. Nima? U mening hayotimni qutqizib qolganmi? 20 yil ilgari ashu cho'ng yataverishni unutib qoldingizmi? Shu yili Farida oram 1 yoshda, siz 3 yoshda edingiz. Yataverish ofati yuz berganda uylarimiz o'rilib, odamlar ko'milib qoldi. Farida, Mehmet, ish bo'lmaydi. Buradan saqlab turinglar. Sizlarni hozir qutqizib chiqamiz. Tezroq. Dadınız ana shu qitimqi yataverishda hayotidan ayrilgan. Shu qitim yataverganda oldi bilan bizni qutqazgani shu o't o'chirish ofitser askarlar bo'ldi. O chog'da Yanshuji o't o'chirish o'tiri atritining boshlig'i edi. Ular sizni qutqizdi. Dadınız sizni qo'g'dash uchun bizdan mangulik ayrildi. Shu chog'da qoldiq yataverish tugamagan edi. Eminjanning uyida o'tlovdab kuyotdi. Yanshuji va uning sabdoshlari hayotining xavfga uchib chiqarmay Eminjanning ota-onasini qutqizib chiqdi. Shu vaqtda uydan kichik bolaning yig'i ovozi anglandi. Yanshuji hech nimaga qaramay o't dengizga bosib kirib, u bolani topdi. U uydan chiqayotganda lim go'mirilib, uning ustiga tushgan edi. U badani bilan bolani qutqazdi. Bola aman eson qoldi. Lekin u yiqildi. O bala kim bilemsiz? Emincan. O bala dersiz. Yanshuji doktorxonaga jiddiy ep berildi. Yurtdoshlar Yanshujiga qon silish kerakligini bilgandan keyin bas bilan qon taqdim qilishga atlandi. Nima uchun? Chunki u bizni qutqizish uchun yaralangan. U bizning qalbimiz qahramon. Undaqda keyinchi doktorlar butun kuchi bilan Yanshujining hayotini saqlab qolgan bo'lsa-mu, biroq u bir belgidan ayrildi. Yantaga. Ondan keyin u qismdan chekinganda yurtga qaytib ketmay, mopusini bizning bu yerga oldirdi. Mayhada, bu yerda mening qurbon bo'lgan sabdoshlarimning qabrisi bor. Oqko'ngil, sodda Uyg'ur qarindoshlarim bor. Men bu tuproqni qizg'in suyman. Bolam, biz Uyg'urlar azaldan emgakchan, botur, oqko'ngil, mehr-muhabbatlik, yaxshilikni biladigan millat. Men sizning bunday yaxshi odamlarga nima uchun o'shmanlik qildiganligingizni tushunolmadim. Men Yantaga, meni kechiring. Cho'ng xatolik o'tkazganda tasda qoptiman. Agar sen rostli gunohingni to'g'ri qilib, yangi boshdan odam bo'laman desam, men bilan soqchixonaga berib, biladigan ishlaringning hammasini aniq aytgin. Ma'qul Yantaga, men siz bilan birga boray. Men xatolashibman. Aqni farq etmay, asabiy tashkilotlarning qotillik quroliga aynib qolganda tas qoptiman emasmi? Men masalamni to'liq topshiray. Men sizni saqlayman. Eminjan soqchixonaga berib bildiganlarni aynan topshirdi. Uning fosh qilishi bilan jamoat xavfsizlik organi
asabiy tashkilot sodir qilmoqchi bo'lgan zo'ravonlik, terrorlik harakatini tarmar qilib, bir maydon tragediyaning oldini oldi. Hech qanday harakatga qatnashmaganligi, jinoyatini tonish ifodasi yaxshi bo'lganlik uchun jamoat xavfsizlik organlari uningga tanqidiy tarbiya berdi. U o'yg'onib haqiqatga qaytdi. Ularning to'y murosimi oxiri o'tkazildi.